Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Xudo xolasa parovozimiz tayyor bo'ldi. Siz ungacha bitta like bosib, podpiska bosib qo'ying, sizga bitta obzor qilib beraman. Qani ketdik. Bismillah. Xo'p, bu yerda bitta 60 litrli qozonimiz bo'ldi. Xo'p, yonishlarini ko'rsataman. Yonishlar ajoyib. Bunlardan ichkariga dimoxotli tortib qaynash arafasida уже. Bu yerda 80 talik mangal. Dimoxotlari ham ajoyib. Bu yerda ham yonishlari bor. Og'izlari yurmaydi. Xudo xolasa shi bomba. Xo'p, 22 litrli qozon bu va uzun рабочий stol bo'ldi. Bu yerda bitta gazga joy va рабочий stol o'zi bilan va moyka. Yana bitta stol. Like, podpiskani ayamang, xudo xolasa bundan yaxshi videolar qo'yishga va'da beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Chiroyli qilib bitirib berishga va'da beramiz. Xudo xolasa. Rahmat hammaga. Shogirdim Asilbekga ham rahmat. Mazza qildik birlashib. Yana bitta shogirdimiz bor. Parovozga mahliyo bo'lib turibdi hozir Jamshid akam. Bu ishimiz sayohat Samarqandda bo'ldi. Kottejlarda bo'ldi, hamma biladi. Rahmat hammaga.